Saodat. Assalomu alaykum Gulnaz. Va alaykum assalom. Kirsak bo'ladimi? Ha, keling. Rahmat. Bunday yo'lni to'yga 2-3 kun qolganda emas. Avvalroq tutish kerak edi. Endi kechgina. Endi nima qilaman? Bechora qizimni bilib turib, o'zim jarga itaryapman. Nimaga unaqa deyapsiz? Kuyov yaxshi yigit emas ekan. Bugun muqaddam bilan bozordan qaytayotganimizda o'sha yigitni boshqa qiz bilan birga ko'rdik. Xolida ham bu haqda aytgandi, lekin men ishonmagandim. Kenaya, unaqa vahima qilmang. Ko'rgan qizingiz tanishidir, qarindoshidir. Ha, siz yigitlar tanishinglar, qarindoshinglar bilan birgalashib restoranga kirib ketaverasizlar-da, a? Nodirjon, bir yo'lini qiling, iltimos. Gap bilan to'yni to'xtata olmaymiz shekilli. Boya sal uchini chiqargandim, amakingizni jahllari chiqib tutab ketdilar. Nima qilsam bo'larkin? U to'ydan oldin Xolidani u yoq bu yoqqa qochirib yuborsammikin-a? Nimalar deyapsiz? Rost aytyapman. Qizimni u suyuqqa bermayman. Undan ko'ra amakingizdan gap eshitganim yaxshi. Nodirjon, jiyaningiz sizlarnikida tura tursin. Kenaya, mayli kuya, lekin amakim ham anoyi emaslar. Agar gap ochgan bo'lsangiz, bu sizning ishingizligini aniq biladilar. Keyin hamma qarindoshlarnikidan qidiradilar. Undan ko'ra shu ishni qilmoqchi ekansiz, mayli. Men qarshi emasman. Xolida hali yosh, chindan ham. Uni o'z uyiga yashiradigan ishonchli begona odamni qidiring. Va amakim bu odamni bilmasinlar. Shunday qilsammikin-a? Voy meni asalim, shakarim. Oyisini munchog'imi? Yo'qmi? Dadasini erkasimi? A? Voy o'zim o'rgili. Asal qizim. Qani? Ma'mura? Kelavering. O, Labbek. Mehmon keldi. Keling Nodir aka. Kelyapman. Keling Nodirjon. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu Va alaykum. alaykum assalom. Mana chaqalog'imiz Voy amakisi. asal qiz, katta qiz bo'lsin, katta qiz bo'lsin. Umri bilan bergan bo'lsin. Rahmat. Mana. Voy amaksi shart emas, shart emas. Kech qisi yo'q. Ismini nima qo'ydinglar? Asal. Voy asal qiz, rizqi nasibasi mo'l bo'lsin. Mayli Kenaya, Aytganingiz yaxshi o'tiringlar, rahmat. sog' bo'linglar. Aha. Yaxshi boring. Mayli, yaxshi Nodirjon, boring. O'tirsangiz O'tiring. bo'ladi. Xudo xohlasa. Yaxshimisiz singlim? Dadangiz tuzingmilar? Kasalxonadan olib chiqibsiz deb eshitdim. Rahmat Gulnoza erkinimni. Ha, olib chiqdim. Kech bo'lganda nima qilib ovora bo'lib yuribsiz, opa? Ovorasi bor ekanmi singlim? Axir bir-birimizni shunday kunlarda yo'qlab turmasak, odamgarchilikdan bo'lmas. To'g'risi, boya kollejga borganingizda sizdan hol-ahvol so'ramasdan ichki ishlar xodimlari yonida qattiq gapirib yuborganimdan xijolatdaman. Direktorligimga boribman-da. Uzr so'ramang, opa. Haqiqatan ham ayb menda. Darsga bormasam ham o'quvchilarimdan xabar olib kelishim kerak edi. Yoki kimgadir aytib, guruhimga mas'ul qilib ketishim kerak edi. Meni haqli ravishda urishdingiz. Yo'q. Baribir. Juda ham qattiq gapirib yubordim. Ayniqsa ahvolingizni bilib turib, shunday qilishim yo'q. O'zimni kechira olmayapman. Men ham xuddi sizdek yoshda onamdan ayrilganman. Ahvolingizni juda ham yaxshi tushunib turibman. Dadam, singlim ikkalamizni bosh bo'lib uzatdilar. Lekin onani o'rnini hech kim bosa olmaydi. Saodatxon, sizga hozir juda ham qiyin, bilaman.
Siz yig'lamang. Bardam bo'ling, singlim. Vaqtingizga dadangiz tuzalib ketsinlar. Rahmat. Ana, idishlarni yuvib bo'ldim. Nima ko'ryapsiz? Serial. Serialmi? Dadam qolib ketdilar, oyi. Oyi? Ha. Nimani o'ylab qoldingiz? Ko'p narsalarni. Shu desang, bugun kelin ko'rgani bordim. Kimga? Akamgami? Akangga bo'lsa qani edi? Farruxga. Tog'ang kecha iltimos qilgandi. Bugun uchrashuvga olib chiqdim. Ha. Farruh o'ylanyaptimi? Zo'r bo'pti-ku. Kelin qanaqa ekan? Oydekkina ekan. Yaxshi. Unda nimaga xafa bo'lib o'tiribsiz? Nimaga xursand bo'lay? Farruh akangdan 6 yosh, sendan 2 yosh kichik-a? Tog'ang Farruhni o'ylantirganida biz hech bo'lmasa bittanglarni to'ylaringni qilsak bo'lardi-ku. Odamga alam qilar ekan. Oyi, bu nima deganingiz? Nima biz qolib ketyapmizmi? Ha, qolib ketyapsizlar. Tushundingmi? Kelgan sovchilarga yo'q deyishdan nariga o'tmayapsan. Akang ham hali uylanmayman deb oyog'ini tirab olgan. Sizlarni nima qilish kerak? Voy oyijonim-ey, shunga siqilib o'tiribsizmi? Qo'rqmang, qolib ketmaymiz. Ja, bo'lmasa xotini o'lganmi, ajrashganmi? Tfe. Nafasingni shamol uchirsin. Tilim bor deb har narsani gapiraverasizmi? 2 yelkangdagi farishtalar amin qilib yubormasin tag'in. Xudoyo, tavba qildim. Ha, o'zingiz-ku qolib ketasan deb qo'rqityapsiz. Mayli. Men rozi. Faqat oldin akam uylansalar. Sizga yo'q desalar, men o'zim ko'ndiraman. Qarab turing. Ertaga yo'q, kelin qidirishni boshlaysiz. Kul. Kulaver. Senga faqat kulish bo'lsa bo'ldi. Mayli, qo'yavering. Keyin nima bo'ldi, oyi? Kelin yo'qdimi? Yoqqanga o'xshadi. Lekin oxirigacha gaplasha olmadim. Xayrlashayotganimizda bir qizni mashina urib ketdi. Mashina urib ketdi? Kim ekan u qiz? Bilmadim. Lekin Farruh kelinni tashlab o'sha qizni kasalxonaga olib ketdi. Yo'q. Go'zal. Ha, dadasi? Ovqatlanib bo'ldingizmi? Ha, bo'ldim. Aytmoqchi, xalatimni yuvib qo'ygin, dog' tegibdi. Mayli. Nima, biror joyingiz og'riyaptimi? Sal boshim og'riyapti. Mayli, men kirib yotay. Ha, aytgancha. Tushlikni qayerda qildingiz? Tushlikni? Ha. Tushlik qilganim yo'q. Mashina urib yuborgan bir qizni olib kelishibdi. Bo'ksasi sinib, boshlat yegan. Shuni operatsiya qildik. Dada, Umidani siz operatsiya qildingizmi? Ha, Umida sizlarda o'qir ekan-a? Ha, uni deb bugun ustozlarimiz rosa siqilishdi. O'zi yaxshimi? Ha, yaxshi. Kechga yaqin hushiga keldi. Ertaga palataga olishadi. Mayli, men vaqtliroq yotay. Yaxshi dam oling. Rahmat. Mayli, yaxshi dam oling, dada. Xo'p.
Zulfiya yolg'on gapirib nimaga erishmoqchi? Mayli, ko'ramiz. Saodatxon singlim, mana bu mendan sizga yordam. Voy, yo'q opajon, ololmayman. Meni uyatga qo'ymang. Saodatxon, meni eshiting. Buni o'z opamdan deb qabul qiling. Mening yolg'iz singlim bor. Onamdan keyin ikkimiz bir-birimizga suyanib qolganmiz. Siz esa yolg'izsiz. Keling, sizni suyaguvchi opangiz bo'lay. Siz menga singil bo'ling. Xo'p. Bu pullar sizga hozir juda ham asqotadi. Opajon, Lekini yo'q. O'zi o'sha birinchi ko'rganimda siz menga juda ham yoqqandingiz. Sizni yolg'izlatib qo'ygim kelmayapti. Men opangizman. Siz meni singlimsiz. opajon. Yig'lamang singlim. Yig'lamang. Bu hayot o'zi shunday. Baxt va baxtsizlikdan iborat. Oyni 15 qorong'i bo'lsa, 15 yorug'. Xudo xolasa yorug' kunlarga yetasiz. Gulnoz opa, men ishdan bo'shaymi deb turgandim. Ishdan? Nega? Ishga borsam dadamga kim qaraydi? Kuni bilan bir o'zlarini tashlab keta olmayman-ku. Ikkovini eplashga qiynalamanmi deyapman. Dadam yaxshi bo'lib oyoqqa turib ketsalar, keyin ish qidirarman degandim. Yo'q, unday qilmang. Ishdan bo'shasangiz, otangizni qanaqa qilib oyoqqa turg'izasiz? Axir ularni davolash uchun ozmuncha pul kerak bo'ladimi? Yaxshisi bunday qilamiz. Darslaringizni sizga qulay vaqtlarga jadvalga kiritamiz. Pedyuklama bo'ladimi? Konspekt bo'ladimi? Maqola yozishmi? Bularni hammasini uyda bajarasiz. Qolganini boshqa payt o'tib berarsiz. Shunday qilish mumkinmi? Ha. Ishingizni vijdonan bajarsangiz, albatta mumkin. Demak, kelishdik-a? Ha, rahmat Gulnoz opa. Arzimaydi. Xo'sh, kech bo'lsa ham endi dadangizni bir ko'rib ketsam yaxshi bo'lardi. Mayli, yuring. Signal aniq shu manzildan kelyaptimi? Ha, shu manzildan. Hozirgina Bo'ri degani bilan gaplashgandi. Bo'ri? Xuddi shunday. Nima haqida gaplashishdi? Bo'ri omonatimga kelaman dedi. Tushunarli. Demak, mehmon kutarkanmizda. Qolgan bolalardan nima gap? Sayfiddin akada tinchlik. Erkin aka kuzatayotgan Samad esa hozir kafeda. Unga 15 daqiqa oldin qo'ng'iroq bo'lgandi. Lekin bizga taalluqli gap bo'lmadi. Adashmasam akasi bo'lsa kerak. Ertaga singlisini jo'natar ekan. Kutib olishni buyurdi. Singlisini? Xuddi shunday. Qiziq. Iskandar, Ziyodaga ayt. Samadning oilasi haqida ma'lumot yig'sin. Aka singillari kim? Qayerda turishadi va hokazo. Tushunarlimi? Xuddi shunday. Yana-chi? Yana telefon kompaniyalariga xat jo'natdim. Ma'muriyati bilan ulandim. Javobini kutyapman. Mayli, yangilik bo'lsa xabar berarsan. Xo'p bo'ladi. Keling.
Assalomu alaykum. Tuzimisiz? Dadajon, bular kollejimiz rahbari Gulnoza Erkinovna bo'ladilar. Sizni yo'qlab kelibdilar. Iloyim sog'ayib keting. Butun jamoamiz bilan dardingizga hamdardmiz. Qizingizdan xavotir olmang. Uni ishda yolg'izlatib qo'ymaymiz. Barcha bilganlarimni unga o'zim o'rgataman. O'g'lim tengi bo'lsa ham qizingizni singlim deb qabul qildim. Hozir ko'nglingizda nimalar kechayotganini bilib turibman. Siz xavotir olmang. Hammasi yaxshi bo'ladi. Tezroq sog'ayib keting. Mayli, men boray. Xayr. Bo'pti, Saodatxon. Ha, aytganchi. Saodatxon, uyimizda qaynonamdan qolgan aravacha bor. Shuni ertaga o'g'limdan berdirib borsam. Dadangizni ko'chalarda sayr qildirsangiz, tuzalishlari tezlasharmidi? Rahmat opajon. O'zi qayerdan olishni, kimdan so'rashni bila olmay turgandim. Sizga katta rahmat. Umringizdan baraka. Nimaga rahmat deysiz? Bekor ham turibdi-ku. Mayli, yaxshi qoling. Yaxshi boring opajon. Poylab o'tirganimizga 2 soat bo'ldi. Hali biror shubhali odam o'tmadi. Iskandar adashmadimikan? Balki ular uyda ham yo'qdir. Bilmadim. Balki telefoni uyda qolib ketgandir. O'tib qarab kelamizmi? Yo'q, poylab turamiz. Singlisi bu yangi qizmi deyman? Bilmadim. Balki eskisidir. Bo'richi? Bu Bo'riyev emasmikin? O'sha bo'lishi kerak. Mayli, kutaylikchi. Eshitaman. Alo. Kim bu? Bu men Saodatman. Saodat? Yaxshimisiz? Rahmat. Haligi men kecha o'ylamay. Doniyor aka, ovqatlanmagan bo'lsangiz, keling. Ovqatlanib keting. Xolam xavotir olmasinlar. Yo'q, ovqatlandim, rahmat. Unda mayli, kechirasiz. Kelinoyimizmi deyman? Ismlari Saodatmi? Meni tanlagan qizimning ham ismi Saodat. Bu juda go'zal. Ishni tugatmagunimizcha uni ko'ra olmasam kerak. Ha, Doniyor aka, tinchlikmi? Xuddi dushmanga qaragandek qarayapsiz. Dushman? Dushman emas. Raqib desangiz to'g'riroq bo'ladi. Nima? Hech nima. Qarang, mashina kelyapti. Biz shu yerdamiz. Tush.
Assalomu alaykum. Va alaykum. Ishlar yaxshimi? Hammasi joyida. Mana aka, omonatingiz. Yarim kilo tozasi. O'tgan safargisini berayotgan bo'lsang yana boshqa xaridor topgin, tushundingmi? Aka, bir bo'lib qoldi-da. O'zimizni mol yetib kelmaganiga Afg'on Mahmuddan olib bergandik. Toza deb aldabdi yaramas. Bunisi chindan ham tozasi. Mana, o'zingiz ko'ring. Bunisi yaxshi aka, javob. Ikki haftalarda undan ham zo'r keladi. Lekin unisini narxi ancha qimmat. Qanchaga qimmat? Deyarli 2 baravarga. Namuncha olyapti deb borgan sari ko'taraverasizlarmi? U nima deganingiz bor aka? Shunchaki bu safargi mol boshqacharoq, og'amga qimmatga tushyapti. Og'am bu molni deb o'zlarini katta xatarga qo'yyaptilar. Bu ish bilan shug'ullangan borki, hammasi o'zini xatarga qo'yadi. Kemaga tushganni joni bir. Shuning uchun u safsatayni yig'ishtir. Hurmat yuzasidan og'aga indamayotgandim. Bo'lmasa oladiganlarim ham ko'p. Unga ayt, menga kelishtirib olib bersin. Xo'p aka. Ma. Gapimni yetkazish esingdan chiqmasin. Xo'p. Bor. Bo'pti. Yaxshi yetib olinglar. Nega turibmiz? Yo bo'rini yo Shokirni ketidan kuzatib bormaymizmi? Foydasi yo'q. Bular bugungi ishini bajarib bo'lishdi. Bo'rini esa Sayfiddin poylayotgan shekilli. Aytgancha, bo'ri ketgani haqida indamadi. Ular qayerda o'tirishibdi? Bo'ri boshqa uydan kelmadimikin? Men oyog'imni chigalini salgina yozay-a? Ey! Alo, eshitaman Doniyor aka. Qayerdasan? Iskandar bergan manzilda. 2 soatdan beri poylab o'tiribmiz. Hali birorta shubhali odam kirgani ham, chiqqani ham yo'q. Kim bilansan? Jurnalist bola bilan. U yoningdami? Ha, mashinaning oldida turibdi. Biror narsa aniqladingmi? Yo'q, oddiy uy. Tashqi tomondan devor bilan o'ralgan. Ichkari ko'rinmaydi. 2 soatdan beri o'tiribmiz. Hamma yoq jimjit. Na birov kirdi, na chiqdi. Unda tushib atrofni ko'zdan kechir. Bo'ri hozirgina ketdi. Balki manzil noto'g'ridir. Xo'p bo'ladi. Biror narsa bilsang xabar ber. Xo'p bo'ladi. Biror narsa bilsang xabar ber. Biz qaytyapmiz. Xo'p.
Ha, Olapa, nima bo'ldi? Nimaga bezatasan? Nima gap ekan, qizim? Hech gap yo'q, oyi. Bo'ldi. Bo'shatib yubora qol. Hovlida aylanib yuradi. Xo'p bo'ladi, oyijon, hozir. Olapar, qayt. Olapar, to'xta. Haydamaysizmi? Telefonim tushib qoldi. Bu siznikimi? Ha, meniki. Rahmat. Kimsiz? Biznikida nima qilayotgandingiz? Singlim, biz xizmatdamiz. Bir kishini poylayotgandik. Bizni uydami? Kimni? Bo'riyev Tolib deganni. Dadamnimi? Dadangizmi u? Ha, dadamlar. Lekin ular anchadan beri biz bilan yashamaydilar. Qayerda yashaydilar? Bilmadim. Dadam 5 yoshimda boshqa oila qurib ketganlar. Singlim, shoshmang. Kechirasiz. Agar iloji bo'lsa, biz haqimizda hech kimga aytmang. Onangizga ham, otangizga ham iltimos. Dadamni poylab yurgan ichki ishlar xodimlari haqida dadamni o'zlariga aytmaymi? To'g'ri, tushunaman. U kishi dadangiz. Lekin bu juda ham muhimda. Iltimos. Nima qildik? Haydang, ketdik uyga. Ertalab Donir akaga axborot beramiz. U anchadan buyon bunaqa tinch uxlamagandi. Dugonangizni qattiq yaxshi ko'rar ekansiz, a? Ha. Oxirgi yarim yil ichida faqatgina u menga dalda bo'ldi. Qanday yaxshi ko'rmay axir. Men o'zimni emas, uni baxtli bo'lishini istayman. Xudo xohlasa ikkovinglar ham baxtli bo'lasizlar. Ey qiz, dori olayotganda uxlash mumkin emas. Uyg'oning. Uyg'oning. Ko'zingizni oching. Ha, ana. Ana shunday. Yaxshi. Dori olib bo'lganingizdan keyin uxlayverasiz. Biz ham xotirjam bo'lamiz shunda. Tashqariga chiqib kelsam maylimi? Hozir emas. Dorini endi olib bo'ldingiz. 1 soat qimirlamay yoting, turmang. Dugonangizga ham qarab turing. Uxlab qolmasin, xo'pmi? Xo'p. 1 soat. Men yana xabar olaman. Tug'ilgan kuningga boshqa hech kim aytmadingmi?
Robiyani aytdim. Yana akam kelishi kerak. Bo'ldi. Sizlardan boshqa yaqinlarim yo'q-ku. Sen Robiyaga qo'ng'iroq qilib ko'r. So'rachi kelyaptimikan? Xo'p, men ungacha sharbat quyib turaman. Allo, Robiya. Kelyapsanmi? Qayerda? Voy, dugonajon, ajoyibsan-a. U yerda nima qilyapsan? Nima gap? Hozir shoshmay tur. Boshqa kafega ketib qopti. Menga berchi. Allo. Qayerdasan? Shoshmay tur hozir. Men hozir kelaman. Sen olib o'tir. Allo, Robiya. Unaqa emas-da. Qayerlarda yuribsan? Qayerdaman deysan? Voy, bu shaharning narigi burchagiga ketib qolibsan-ku. Bu yerga kelguningcha biz ketib bo'lamiz. Mayli, kelmay qo'ya qol. Yo'q, xafa emasman. Xayr. Biram aqllisanki, Vazira. Bo'ldi. Endi Samad akamni navbatda. Allo, Samad aka. Bu men. Keldingizmi? Yaxshi. Mana biz keldik. Iya. Voy, assalomu alaykum. Yaxshimisiz?